Ko'pchilik so'raydi, avtokarmoshkamiz Xitoy tilida. Buni nastroykasi qanaqa bo'ladi? Qiyinmi degan savolga hozir ko'rsatib, nastroyka qilib sizlarga ko'rsatib beramiz. Hozir biz sizlarga tugmalar haqida ma'lumot berib o'tib ketamiz. Qizil o'chirib yoqish, sariq bu ya'ni avtomatik va ruchnoy rejimda. Ruchnoy rejim nima degani? Ruchnoy rejimda to'xtamasdan sepadi mana. Misol bossak, soati o'chdi, bu значит ruchnoy rejimda to'xtamasdan ishlaydi. Yana bir marta shu tugmani bossak, soat ko'rindi, avtomatik rejimga o'tdi. Bu belgilangan mahalimizda o'sha sepishni boshlaydi. Ya'ni oq tugmalar haqida ma'lumot berib o'taman. Birinchisi o'nda turibdi. Bu ya'ni vibratsiya. Yem qancha vibratsiyasi baland bo'lsa, yem sepish miqdori shuncha ko'p bo'ladi. Vibratsiyasi mana bu tugma orqali boshqariladi. Bu 18 gacha belgilanadi. Bu qo'lga bog'liq. Nima desanglar, bir xillada tok baland bo'ladi, bir xillada past bo'ladi. O'shanga qarab o'zingizlarga to'g'rilab olasizlar buni. 10 da yoki 8 da turgani ma'qul hozirgi holatda. Ikkinchisi bu yem sepish sekundi. Hozir 1 sekundda turibdi, buni 2 sekundga o'tkazamiz. Hozir hammada malok bor. Malok 2-3 sekund bu normal holat. Bu yem sepish sekundi. Bu yem sepishdan to'xtash sekundi 8. Buni bosamizda buni 6 ga tushirib qo'yamiz. Mana tushunib oldinglar. Vibratsiyasi yem sepish sekundi 2 sekund sepadi, 6 sekund dam oladi. 6 sekund dam oladi, ya'ni 2 sekund sepib 6 sekund dam oladi. Bu tugmamiz esa qanchalik uzoqlikka sepishi. Avtokarmoshkamiz hozir 99 da turibdi. 99 degani bu 20 metr. Buni 50 ga tushirib qo'ysak 10 metrga sepadi. Bu o'zingizlarga kerakli bo'lsa, shu yerdan mana boshqarsanglar bo'ldi. Yana shu tugmani bossak, saqrang tiqiladi. Vibratsiyani ko'tarib tushirish ham xuddi shu plus minus tugmasi bilan, yana o'sha vibratsiya tugmasini bossak to'xtaydi. Sepish tugmasini bosib bu yoqdan mana ko'tarib tushirsak bo'ladi. Yana o'sha tugmani bossanglar to'xtaydi. Ya'ni endi soatda birinchi bo'lib soatni to'g'rilab olishimiz kerak. Avtokarmoshkani yoqqanimizdan keyin hozir telefonimizdagi soatimizni. Tak. Bosdik. Soat o'chib yonganda soat to'g'rilab olamiz. Bu soat knopkasi. O'zimizga misol bosib tursak tezroq aylanadi. Misol uchun 12 qilamiz, 12:10. Bu tasdiqlash tugmasi, bu o'chirish tugmasi. Bu yem mahalda belgilash knopkasi. O'zingizlar misol ko'rib borsanglar bo'ladi. Mana birinchi mahal o'rtada turgan bo'lsa sepish, birinchi mahaldan to'xtash. Ikkinchi mahalga o'tib ketadi sepish, yana bir marta bossanglar to'xtash. Shunaqa qilib 8 ta mahal bor. Hozir birinchi mahalni ko'rsatib beraman. O'zingizlarga to'g'rilab olsanglar bo'ladi. Mayli, ikkinchi mahaldan boshlaymiz. Bu soati. Soatini